Ayni kunlarda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan mamlakatimizning barcha hududlarida yil o'qituvchisi tanlovining 3-bosqichi bo'lib o'tmoqda. Yuksak bilim va kasbiy tajribaga ega ustozlarning o'zaro mahorat maydoniga aylanib borayotgan mazkur tanlovda respublikamizning 208 ta shahar tumanida faoliyat olib borayotgan jami 416 nafar, viloyatimizning 22 ta shahar tumanidan 43 nafar pedagog ishtirok etmoqda. Mazkur bosqichda nomzodlar jami 100 ballik tizim asosida 2 ta yo'nalish bo'yicha baholandi. Jumladan ma'naviy ma'rifiy faoliyat yo'nalishida nomzodning shaxsiy rivojlanishi, o'z ustida ishlashi, shuningdek ma'naviy, axloqiy, tarbiyaviy va sinfdan tashqari faoliyati hamda tashabbuslar yuzasidan taqdimot e'tiborga olindi va 20 ballik tizim asosida baholandi. Kitobxonlik bo'yicha test sinovida esa ishtirokchilar tasdiqlangan adabiyotlar asosidagi 40 ta savolga javob berishdi. Bunda har bir to'g'ri javob uchun 2 balldan jami 80 ball taqdim etiladi. 22 yildan beri boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars berib kelmoqdaman. Bu o'qituvchilik kasbi mashaqqati bilan birga mana shunaqangi bizga yaratilayotgan imtiyozlardan biza quvonib, yana ham ko'proq ishlashga, shu tadbirlarda, tanlovlarda qatnashishga harakat qilamiz. Bu bizni yana ham izlanishga, olg'a harakat qilishga undaydi. Muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan yil o'qituvchisi 2026 tanlov bu birinchi marta yangi nizom asosida o'tmoqda. Biz ustozlar juda ham minnatdormiz. Ma'lumot uchun, yil o'qituvchisi tanlovining dastlabki bahslarida malaka sinovlari natijalariga asosan eng yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lgan 66 nafar pedagoglar tanlab olingan. Ushbu so'nggi bosqichda esa 44 nafar pedagog qatnashmoqda. Yakunda sinov natijalarida yuqori natijaga erishgan 22 nafar pedagog g'olib deb tan olinadi. Barcha ustozlarni ham mana shunaqa tanlovlarda ishtirok etishlarini istagan bo'lardim, chunki bu o'zimizni sinab, o'zimiz ustimizda ishlash va natijaga erishish uchun, harakat qilish uchun zo'r eshelon vazifasini o'taydi deb o'ylayman. Avvalo, prezidentimizga juda ham katta rahmat. Juda katta yangilik bo'ldi deb hisoblayman. To'g'ri, tanlovlar juda ham ko'p bo'lgan, lekin bunaqa masshtabdagi tanlov bu O'zbekiston tarixidagi birinchisi va bu birinchi jarayonni birinchi ishtirokchilari bo'lganligimiz bu bizga juda katta faxr, iftixor tuyg'ularini beradi. Bugungi kunda zamon shunchalik shiddat bilan rivojlanyaptiki, o'qituvchi joyida depsinib turishga haqqi yo'q va mana shu oldinga intilish, zamon bilan hamnafas bo'lishda bu tanlovning ahamiyati juda ham katta deb o'ylayman, yil o'qituvchisi tanlovini. Chunki 10 dan oshiq nima deydi, kriteriyalar bo'yicha baholanyapmiz. Birinchi bosqichda dars o'tdik, test bajardik va mana endi hozir taqdimot bilan hakamlar oldida turib o'z fikrlarimizni bildirish ham bu o'ziga xos tarzda bir jasorat desak bo'ladi. Va o'quvchilarimizga namuna bo'la oladigan darajadagi ishlarni qilyapmiz deb hisoblayman. Ma'lumot uchun, Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 28 apreldagi tegishli qaroriga asosan tanlovda har bir tuman shahar bo'yicha birinchi o'rinni egallagan g'olib pedagoglar bazaviy hisoblash miqdorining 1400 baravari, hozirgi vaqtda 576 million 800 ming so'mga teng pul mukofoti bilan taqdirlanadi.